Omega 3 bu barcha davlatlarda ommalashib kelayotgan preparat bo'lib, bizning organizm uchun juda muhim modda hisoblanadi. Azizlar, sizlarga to'liq ma'lumot berish uchun mana quyidagi doskaga murojaat qilishingizni iltimos qilaman. Omega 3 preparati bu organizm uchun eng kerakli bo'lgan yog' kislotalardan iborat bo'lgan preparat hisoblanadi. Biroq bu omega 3 preparati bizning organizmimizda mustaqil ravishda sintez bo'lmaydigan, aksincha bizning tashqi muhitdan qabul qiladigan eng kerakli asosiy yog' kislotalari hisoblanadi. Bu qanday yog' kislotalar? Ya'ni yarim to'yintirilgan yog' kislotalari hisoblanadi. Omega 3 preparatiga asosan bizning organizm uchun kerak bo'ladigan 3 ta yog' kislotasi kiradi. Ya'ni birinchisi eikoza-pentain kislotasi, ya'ni qisqartirilgan holatda EPK deb nomlaymiz. Ikkinchisi dokoza-geksayen kislota, ya'ni qisqartirilgan holatda DGK deb nomlaymiz. Va uchinchisi alfa-linolen kislotasi, ya'ni qisqartirilgan holatda ALK deb nomlaymiz. Eikoza-pentain kislota va dokoza-geksayen kislota EPK va DKK asosan tashqi muhitdan oziq-ovqat orqali qabul qiladigan bo'lsak, yog'li dengiz baliqlaridan olishimiz mumkin. Omega 3 asosan dengiz planktonida oziqlanadigan baliqlarda mavjud bo'ladi. Biroq mana hozirgi kunda baliq xo'jaliklarida va shuningdek daryolarda katta bo'lgan baliqlarda, shuningdek uy sharoitida katta qilingan baliqlarda omega 3 ning miqdori bizning organizm uchun kerakli bo'ladigan, ya'ni yetarli darajada kerak bo'ladigan miqdorda uchramasligi mumkin. Xo'sh, bunday baliqlarga qanday baliqlar kiradi? Selp, skumbriya, forel, lasos kabi baliqlar tarkibida biz uchun kerakli bo'lgan omega 3 mahsuloti yetarlicha bo'ladi. Alfa-linol kislotasi bizning organizmga asosan o'simliklar orqali kirib keladi. Bu qanday o'simliklar? Kunjut yog'i, fasol, qovoq urug'i, brokoli, avokado va chia urug'larida biz istagan omega 3 kislotasi, ya'ni alfa-linol kislotasi mavjud bo'ladi. Omega 3 preparati bizning tanamizga qanday ta'sir qiladi? Sizlar bilan shu to'g'risida gaplashamiz. Markaziy nerv sistemasi va periferik nerv sistemasiga ta'siri. Ya'ni bizning xotiramizni yaxshilaydi. Periferik nerv sistemasida nerv tolalari va tutamlarida yallig'lanish jarayonini susaytiradi va bu yerda nerv tolalaridagi o'tkazuvchanlikni oshirish xususiyatiga ega. Yurak qon tomir sistemasida arterial qon bosimini normallashtirish xususiyatiga ega. Shuningdek, bizning tanamizda joylashgan barcha qon tomirlarining devorini mustahkamlaydi va tanamizda qonni tarkibidagi lipid sistemani muvozanatlaydi. Bizga ma'lumki, qon tarkibida yomon xolesterin va yaxshi xolesterin mavjud bo'ladi. Yomon xolesterin bu qon tomirlarida ateroskleroz kasalligini keltirib chiqaradi. Omega 3 preparati aynan mana shu ateroskleroz kasalligini oldini olishda va yomon xolesterin miqdorini qon tarkibidagi miqdorini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Navbatdagi organizmga ta'sir jarayoni bu immun sistemasiga ta'siri. Omega 3 preparati bizning immunitetimizda jadallashtirish xususiyatiga ega. Ya'ni organizmning immunitetni oshirish, yallig'lanish jarayonlarini susaytirish xususiyatiga ega hisoblanadi. Navbatdagi bizning organizmga ta'sir xususiyati bu tayanch harakat sistemasidagi o'zgarishlar. Omega 3 ta'sirida bizning tanamizdagi barcha ko'ndalan targ'il mushaklarining mustahkamligi va u yerdagi kollagen tolalarining mustahkamligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Omega 3 preparati navbatdagi tanamizdagi o'zgarishlar bu quruq sistemasiga ta'sir qilishi. Omega 3 preparati ta'sirida bizning ko'zimizning ko'rish o'tkirligi kuchayib boradi. Ayniqsa yoshi katta bemorlarga biz omega 3 preparati muntazam ravishda tavsiya etadigan bo'lsak, bu bemorlarning ko'rish qobiliyati rivojlanadi. Omega 3 preparatining organizm navbatdagi ta'siri bu teri va soch va tirnoqlarda o'zgarishlar. Bizning terimizdagi har xil toshmalar, ekzema, allergik toshmalar, har xil teridagi yallig'lanish jarayonlari tezroq tuzalish xususiyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, bizning tirnoqlarimizda omega 3 preparati ta'sirida kollagenning hosil bo'lishi, tirnoqlarning mustahkamlanishi jadallashadi. Ayniqsa bizning sochlarimizga omega 3 preparati juda muhimdir. Ayniqsa ayollarimizga buni tavsiya etamiz. Omega 3 preparati
preparati ta'sirida sizning sochlaringiz mustahkam va uzun bo'lishi muqarrar. Navbatdagi organizmda sodir bo'ladigan o'zgarishlar bu tanadagi erkin radikallarni yo'qolishi. Bizga ma'lumki, bizning tanamizda modda almashuvi oqibatida bizning organizmda erkin radikallar, ya'ni toksinlar hosil bo'ladi. Aynan mana shu erkin radikallar bizning tanamizda organizmda qarish jarayonini tezlatib yuboradi. Aynan omega 3 preparati mana shu erkin radikallarni miqdorini kamaytiradi va tanada qarish jarayoni sekinlashib boradi. Keyingi omega 3 preparatining ta'siri bu tanamizda rak hujayralariga qarshi kurashish xususiyati. Omega 3 preparati bu tanamizdagi yosh rak hujayralariga qarshi kurashish xususiyatiga ega va bizdagi hosil bo'lishi mumkin bo'lgan o'sma kasalliklarini oldini oladi. Navbatdagi organizmda sodir bo'ladigan o'zgarishlar bu aynan erkaklarimiz uchun xos bo'lgan o'zgarishlar. Omega 3 preparatlari aynan erkak hujayralar, ya'ni spermatozoidlarning shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ba'zi bir bepushtlik holatlari aniqlanganda biz erkaklarga omega 3 preparatlarini tavsiya qilamiz. Aynan mana shu preparat spermatozoid hujayralar shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Va navbatdagi tanamizda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar omega 3 preparati ta'sirida tanamizda gormonlar muvozanati me'yorlashtiriladi. Ya'ni bizning tanamizda kortizol miqdori ortadi. Kortizol gormoni oqibatida bizning kayfiyatimiz, ya'ni ishga bo'lgan qiziqishimiz, hayotga bo'lgan qiziqishimiz ortib boradi. Aynan omega 3 preparati mana shu kortizol gormoniga ijobiy ta'siriga ega bo'ladi. Bizga omega 3 zarurligini biz qanday qilib aniqlashimiz mumkin? Buning uchun laborator tekshiruv lozim bo'ladi. Xo'sh, qanday analiz olamiz? Ya'ni bemorning qonidan omega 3 indeksini aniqlash uslubi bilan biz omega 3 ning tanadagi qonni tarkibidagi miqdorini aniqlashimiz mumkin. Omega 3 indeksi ko'p davlatlarda har xil hisoblanadi. Rossiya va bizning O'zbekiston davlatimizda asosan omega 3 indeksi minimal 8% va undan yuqori hisoblanadi. Ya'ni bizning sutkalik omega 3 ga bo'lgan ehtiyojimiz sutkasiga 2 grammdan iborat hisoblanadi. Asosan omega 3 preparatini biz optimal holatda 2 gram yoki agar omega 3 ga tanqislik aniqlanadigan bo'lsa 3000 va 4000 milligrammgacha biz omega 3 preparatini qabul qilishimiz mumkin. Bir narsaga e'tibor berishimiz kerak, omega 3 preparatini agar biz askorbin kislotasi va vitamin D bilan qabul qilishni tavsiya etadigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Omega 3 dan tashqari omega 6 va omega 9 preparatlari mavjud bo'ladi. Agar siz qabul qilayotgan preparat tarkibida omega 6 va omega 9 mavjud bo'ladigan bo'lsa, bunda preparatni qabul qilish maqsadga muvofiq emas. Omega 6 va 9 ni biz oziq mahsulotlar orqali, ya'ni o'simliklar orqali tanamizga yetarli miqdorda qabul qilinadi. Azizlar, omega 3 preparati tez oksidlanuvchi preparat hisoblanadi. Shuning uchun biz tanlayotgan omega 3 preparat tarkibida antioksidativ, ya'ni vitamin E mavjud bo'lishi kerak va bu preparatni albatta biz muzlatgichda saqlashimiz kerak. Xo'sh, azizlar, endi biz qanday omega 3 preparatini tanlashimiz kerak? Hozir kunda bunday preparatlar juda ko'payib ketgan. Agar bizning qo'limizdagi omega 3 preparatining bankasini etiketkasiga 1000 milligram deb yozib qo'yilgan bo'lsa, uning tarkibida orqa tomonida bir e'tibor berishimiz kerak. Bu preparatning tarkibidagi asosan biz EPK va DGK ning miqdoriga e'tibor berishimiz kerak. Xo'sh, bu qanaqa miqdor hisoblanadi? Asosan EPK va DGK miqdori bizning preparatimizda mavjud bo'lgan baliq yog'ining 60% ni tashkil etgan bo'lishi kerak va aynan mana shu 60% ni tashkil etgandagina bizga ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Biroq uning tarkibida EPK va DGK atigi 100 yoki 200 mg ni tashkil etishi mumkin. Albatta bu yozuvga e'tibor berishimiz muhim ahamiyatga ega. Agar kapsula 1250 mg ni tashkil etadigan bo'lsa, uning tarkibidagi
YPK 690 mg, DGK 260 mg ni tashkil etadigan bo'lsak, demak, kapsulaning umum miqdorining 76% miqdorini tashkil etadi. Demak, preparat yaxshi hisoblanadi. Agar 60% dan oz bo'lganda, bu preparatimiz sifatli preparat hisoblanmagan bo'lar edi. Omega 3 preparatni biz tanlayotganimizda yana nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Bu qanday baliqdan tayyorlangan? Biz qabul qilayotgan omega 3 preparati qanchalik mayda baliqdan olingan bo'lsa, shunchalik uning tarkibida omega 3 miqdori yuqori bo'ladi. Aytaylik, Norvegiya va Grenlandiyada atrofidagi dengizlardan olingan baliqlarda omega 3 miqdori juda yuqori hisoblanadi. Agar omega 3 preparati baliqning jigaridan tayyorlangan bo'lsa, buning ishlab chiqarish texnologiyasi issiq holatda ishlab chiqarilgan texnologiya hisoblanadi. Uning tarkibida omega 3 ning miqdori oz miqdorda bo'ladi. Agar omega 3 preparati mayda baliqning mushaklaridan tayyorlangan bo'lsa, bu preparatlar sovuq holatda ishlab chiqarilgan hisoblanadi. Aynan mana shu preparat tarkibida omega 3 ning miqdori ko'p miqdorda saqlanib qolingan bo'ladi. Mana shu ma'lumotlar siz sotib olayotgan preparatda etiketkasida ko'rsatilgan bo'lishiga e'tibor berishingiz kerak. Mana aziz kanalimizning a'zolari, sizlarga omega 3 preparati to'g'risida sizlarga batafsil ma'lumot berishga harakat qildik. Sizlardan bizning katta iltimosimiz, har bir omega 3 preparati siz xarid qilayotgan paytingizda uning tarkibiga, uning etiketkasiga e'tibor berishingiz va uning narxiga e'tibor berishingizni biz so'ragan bo'lar edik. Bir narsaga e'tibor bering. Omega 3 preparati qanchalik arzon bo'lsa, shunchalik sifati past hisoblanadi. Shuning uchun arzon mahsulotga qiziqmasligingizni biz so'rab qolamiz. Sizlarda qanday savollar bo'lsa, albatta kommentariyaga qolishni so'ramiz. Qo'limizdan kelganicha bu preparat to'g'risida sizlarga to'liq ma'lumot berishimizga harakat qilamiz. Salomat bo'ling, sizlar bilan Doktor Family klinikasining kanali.